Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda ko'mir boqqa kelganmiz desak adashamiz. Ko'mirlarni tog' bo'lib uyilayotgan joyga kelganmiz. Ko'rib turibsizlar, bu yerda O'zbekistondagi, Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi ko'mirlar optim xolasangiz, xonadonlarga olasangiz olib sotuvchi akalarimizga tarqatilyapti ekan. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Bastonbuodan bo'lyapti. Dastavkalar kelishilgan narxda butun vodiy O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishaveradi ekan. Videomizni boshida bitta like bosib, ko'mir olib sotuvchi akalarimizga, undan tashqari shu tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Chunki birinchi qo'l akalarimiz eng arzon narxlarda, u nargizini ko'rsatib qo'ydi, tog'ib ketibdi. Uchiga chiqqancha menimcha chiqarmasa ham kerak. Hozir endi akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Ustaga bu yerda qanaqangi ko'mirlar bor? Qozog'iston Shubarko'l ko'miri bor, Qozog'iston Kiyaxta ko'miri bor, Qirg'iziston Belalma, Murdash ko'miri bor, Semishka, Qirg'iziston Sariqamish ko'mirlari bor aka. Oho, Serob akamda ko'mir. Serob aka. Oho, bittali nima deydi? Olib sotuvchi akalarimiz ham sizlardan olib ketsa kerak asosan, shunaqa. Ularga kelgancha xohlasa yetkazib beryapmiz aka. Ko'pchilikka kelishilgan narxlarda. Ha, imkon qadar tushunarli. Narxlarni kelishtirib o'zaro beryapmiz aka. Mana bu danakka o'xshagani nima bu aka? Bu Qirg'iziston Murdash deyiladi. 1600 so'mdan kichkina qoplarda qoplab berilyapti aka mana. Qoplarimiz 28 kilo, 22 kilodan 30 kilogacha qoplarda mana shunaqangi tikilib chiroyli qilib berilyapti aka. Mana shular shu qoplangan ko'mirlar, ha? Buni ichida uzun kesil hokasi ham yo'q ekan, maydasi yo'q, ha? Hammasi o'sha danak degan. Danakda shunaqangi aka. Buni nimalarga olishadi aka? Buni aqlli kotellarga olishadi ko'proq. Kaloriyasi 6700 shunaqangi atrofida. Ha, yonish quvvati-ya? Yonish quvvati. 1400 so'm. Yo, 1400 so'mdan o'sha optim narxda unaqa berishadi aka. Aha. Aloqaga chiqishaversa, gaplashib unaqa qilamiz. 1600 so'mdan qoplangan narxda unaqa qilinadi. Ha, masalan, bitta zilda oladigan bo'lsa qancha qilib beriladi? Uni kelishiladi aka. Kelishiladi. Значит, 1400 so'mdan 1600 so'mgacha. Avyomga qarab turib. Avyomga qarab turib. Qirg'izistonnikida nima yo Qozog'iston? Qirg'iziston Murdash ko'miri aka. Kaloriyasi 6700 ko'mir ekan. Bunisi-chi? Bu Qozog'iston Shubarko'l aqlli kotellarga bu ham. Aha. Buni kattalari ajratib tashlanadimi? Ha, buni kattalari yana bir qator ajratiladi. Setkadan o'tiladi. Qoplab turib 1250 so'mdan beriladi. Qopsiz holatini o'zaro yana kelishilib beriladi aka. Ha, bu haligi 1400 so'mdan sotilyapti turgan ko'mir mana shu. 1250 sizlarda. Shunday emasmi? Qoplangan holatdagi. Qoplangan holatdagisi. Ha. Mana bunday qoplangan holatdagilari 1250 so'mdan beriladi. Tayyor ekan. Nami endi bormi, yo'qmi? 10%, 15% bittamda g'ijimlab ko'rsatib beramiz. 10-15% atrofida bo'ladi, lekin bu o'zi qonni namligi. Ha. Yog'in yemagan bu, qonni o'zini namligi. Ha, yomg'ir tushmaganda, biz yomg'ir anchadan beri yoqqani yo'q. Qadrdonlar 1250 ekan, 1400 do'konlarda sotishyapti shu narsani. Xo'sh, bularimiz-chi aka? Bularimiz elanib endi tayyorlanadi. Yirikka, maydasi kartonlarga qo'yib ajratib tayyorlanadi. Qayerda ko'miri bu? Qozog'iston Shubarko'l ko'mirlari. Ha, mana bu g'izzaotlar uchun mo'ljallangan, bu Sariqamish. Ha, g'izzaotlar mana shu ko'mirdan olishadi. Ko'proq g'izzaotlarga mos tushadi. Kartonga bo'lmaydimi bu? Kartonga bo'ladi, lekin quvvati pastroq buni. Ha, yonish quvvati bularga nisbatan pastroq. 5500-6000 kaloriyali ko'mir. Ha, qayerdaki bu? Qirg'iziston Sariqamish ko'miri. Ha, Qirg'iziston Sariqamish. Ya'ni g'izzaoti bor akalarimiz aloqaga chiqilaveradi. Qancha bunimiz? Bunimiz tonnasiga $80 beriladi, yana abyomga qarab turib kelishiladi. Ha, 1 tonnasi $80. Ha. Ha. Yana qayerda ko'mirlari bor aka? Bular yana Qozog'iston Kiyaxta. Bu qora ko'mir, angren qora ko'mirdan ko'ra kuchliroq. Mana nargisimi? Mana elanib turib qoplanyapti ashlar. Xo'sh, bularimiz cho'q turishi zo'r aka. O'zimiz angren ko'mirdan cho'q uzoq turadi. Kaloriyasi ham 5500 kaloriya. Angren ko'mirdan ancha yuqori kaloriyasi. Cho'q turishi ham zo'r, kaloriyasi ham zo'r. Qozog'istonniki. Buni o'sha bunkerli kotellarga, xonadonlarga shunday ishlatishadimi? Har qanaqasiga ketaveradi. Ketaveradi. Narxi qancha bularimizni? Bunimizning narxi 1600 so'm. 1600 so'm katta yiriga. Yiriga. 1,5 ming yana kelishiladi abyomga qarab turib. To'xtab turing. Bunilari qancha kattalari? 1600 so'm. 1600 so'm. Patsetkasi-chi? 1,5 ming. 1,5 bitta ko'rsatib qo'yaylik. Hoka chiqadimi, bundan chiqmaydimi? Mana shu patsetka deyarli yo'q. Deyarli yo'q. Mana shu patsetka 1000 qancha dedik? 1500 so'm. 1500 so'mdan. Yana avyomga qarab kelishilaveradi aka. Kelishilaveradi. Ha, bularimiz-chi aka? Bularimiz Qirg'iziston Sariqamish aka. Ha, nimalardikimi? G'izzaotlardikimi? G'izzaotlarki. G'izzaot ko'miri ekan, mana kelaverasizlar. $80 1 tonnasi. Nargilarchi? Narigilarimiz shu o'zi Kiyaxtani hokalari, ular gibrid. Hammasi aralashgan. Xo'jaliklarga hali misol menga arzonroq deydiganlarga yana aniq qilinaveradi. Tavsiya qilinaveradi. Tushunarli. Nargilarchi ular? Ular Qozog'iston Shubarko'l. Ha, endi sortirovka bo'ladi, to'g'ri?
Qancha dedingiz tonnasini? 1250 dedingiz, ha? Ha, uni hoka katel bopi. Yana unaqa talabga qarab turib, obyemga qarab turib, narxni kelishilib o'zaro murosa qilinadi. Tushunarli. Oho, ko'mirni qaranglar. Dastavkalar qanaqa bo'ladi aka? Dastavkalar shopirlar topib, unaqa qilib beramiz aka. Kelishilib yetkazib berilaveradi. Yetkazib berilaveradi. Xo'sh, bu yerda poyezd yo'l bor, prям poyezddan keladi ekanda, nima vagonda keladi ekanda? Vagonda keladi aka. Ha, tushunarli. Qadrdonlar, kelaverasizlar shunaqangi Qozog'istonni, Qirg'izistonni, O'zbekistonni ko'mirlari kerak bo'lsa aka. Xudo xolasa yil 12 oy bo'ladimi aka? Bo'ladi aka. Yil 12 oy bu yerda o'zimiz chetda ishlaymiz aka. Aha. Ko'mirdan nima deydi? Muammo bo'lmaydi ekan, ko'mir bo'ladi ekan. Kelaverasizlar, o'sha yerda o'tganimizdek vodiy bo'yicha aka dastavka? Vodiy bo'yicha kelishilgan narxda yetkazib berilaveradi. Mashinalar bor ekan, zil, mashinalar bor. havo, KAMAZ mashinalari bor ekan. Yana o'zlari mashina jo'natsa ham shunga qarab Ha, yuklab berilaveradi. Tarozi bor aka? Tarozimiz bor. Katta tarozi bor ekan. 60 tonnalik tarozimiz bor. 60 tonnalik tarozi bor ekan. Aloqaga chiqsalang bo'ldi. Manzilni endi o'zingiz chiroyli tushuntirib berasiz. Manzilimiz Bo'yda tumani Bo'stonboq qishlog'i temir yo'l vokzali yonida. Aha. Ko'mir ombori mana shu yerda. Mana yerda qaysi yo'l bor edi? A373 katta Toshkent O'sh yo'nalishida. Ha, Toshkent o'sha O'sh Andijon yo'nalishini shuni yonginasida, most yonida aka. Ha. Most yonida kelaverasizlar. Xudo xolasa biz kanaldan chiqqanlarga chip-chip bonus degan narsalar Inshaalloh beramiz. Qilib beriladi. Inshaalloh beramiz. Like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz.